Assalomu alaykum. Jadidchilik harakati yetakchilaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yili Samarqandda tug'ilgan. 18 yoshidan qozixonada mirzalik qiladi. Qozi muftiy darajasiga ko'tariladi. Behbudiy haj safarida bo'lgan chog'ida Arabiston, Misr, Turkiyani kesib chiqqan. Sayohat davomida yangi maktab, usuli jadid ochish fikri mustahkamlanib bordi. Samarqand yaqinidagi Xalvoyi qishlog'ida Ajzi, Rajabaminda esa Abdulqodir Shakuriylar bilan hamkorlikda yangi maktab ochadi. 1903-1904-yillarda Qozon va Ufaga borib, u yerdagi yangi usul maktablari bilan tanishadi. Tatar ziyolilari bilan aloqani yo'lga qo'yadi. Yangi maktablar uchun darsliklar tuzishga kirishadi. Risola-i Asbobi Savod, Savod chiqarish kitobi 1904. Risola-i Jug'rofiya-i Umroniy, aholi geografiyasiga kirish 1905. Muntaxab-i Jug'rofiyam umumiy, qisqacha umumiy geografiya 1906. Kitobat ul atfol, bolalar xati 1908. Amaliyoti Islom 1908. Tarixi Islom 1909 kabi kitoblar chop ettiradi. Keyinchalik 1908-yilda Shakuriyning Rajabamindagi maktabini Samarqanddagi o'z hovlisiga ko'chirib keltiradi. Behbudiy 1911-yilda Padarkush dramasini yozadi. Drama 1913-yil bosilib chiqqan, ammo sahnaga qo'yish uchun yana bir yilcha vaqt ketadi. Asar Samarqandda 1914-yil 25-yanvarda sahnaga qo'yildi. Drama Toshkentda 1914-yil 27-fevralda Avloniy tomonidan qayta sahnalashtiriladi. Behbudiy Samarqand gazetasini chiqaradi. Gazeta o'zbek va tojik tillarida haftada 2 marta chop etildi. 45-soni chiqqach, moddiy tanqislik tufayli nashr to'xtadi. Shu yili 20-avgustdan u Oyna jurnali chiqara boshladi. Haftalik suratli bu jurnal asosan o'zbekcha bo'lib, she'r, maqolalar, forscha e'lonlar, ruscha e'lonlar ham berib borildi. Jurnal Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Turkiyagacha tarqaldi. Behbudiy kitob nashrini ham yo'lga qo'yadi. Fitratning Bayonoti sayoha hindisini ruschaga tarjima qildirib bostiradi. Behbudiy 1914-yil 29-mayda 2-marta arab mamlakatlariga sayohatga chiqadi. Sayohati davomida Bayralmali, Ashxobod, Krasnovodsk, Kislovodsk, Pyatigorsk, Jeleznovodsk, Rostov, Odessa shaharlarida bo'ladi. 8-iyunda Istanbulga keladi. Undan Adanaga o'tib, yana Istanbulga qaytadi va 20-iyunda Ismoilbek Kasprinskiy bilan uchrashadi. So'ngra Quddus, Bayrut, Yofa, Xalil ar-Rahmon, Port Said, Shom shaharlarida bo'ladi. Sayohat xotiralari Oyna jurnalida bosilib turadi. Behbudiy matbuotimiz tarixida maqolanaviy sifatida alohida mavqega ega. Uning hozircha aniqlangan maqolalarining soni 300 ga yetadi. 1917-yilning oxiri, 1918-yilning boshlarida jadidlar qurgan ilk demokratik davlatchilik namunasi Turkiston muxtoriyatining taqdiri hal bo'layotgan bir paytda o'lka xalqlarini birlikka chaqiradi. Behbudiy ijtimoiy-siyosiy ishlarga qizg'in qo'shiladi. Aslida bu faoliyat 1906-yildan boshlangan. Shu yili Rossiya musulmonlari ittifoqining Nijniy Novgorodda o'tkazilgan qurultoyida qatnashgan edi. 1917-yili Toshkentda bo'lib o'tgan Turkiston musulmonlarining qurultoyida ishtirok etib, nutq so'zladi. U musulmonlar orasidagi har qanday ixtilofga qarshi chiqdi. Behbudiy shu qurultoyda o'lka musulmonlar shurosining raisi etib saylandi. 1917-yil 26-noyabrda Qo'qonda o'lka musulmonlarining 4-favqulodda qurultoyi ish boshladi. 27-noyabrga o'tar kechasi Turkiston muxtoriyati e'lon qilindi. Uning g'oyaviy asoschilaridan biri Behbudiy edi. Muxtoriyat sho'rolar tomonidan vahshiyona bostirildi. Behbudiy may oyining boshlarida Samarqandga qaytadi. U yerda ko'p tura olmay
Toshkentga keladi. Turkiston sho'rolari hukumati rahbarlari bilan muzokara olib borishga urinadi, ammo natija chiqmaydi. 1919-yilning erta bahorida mamlakatdan chiqib ketayotganida Shahrisabzda Inqilobiy favqulodda komissiya ayg'oqchilari ko'magida Buxoro amirligi odamlari tomonidan qo'lga olinadi. Hamrohlari Muhammadqul va Mardonqul bilan birgalikda Qarshida zindonga tashlanadi va qatl etiladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.